makro nutrientlar bor. Shu yerda gapimni eshitmagan odamlar tushunmasligi mumkin. Qaranglar o'rtoqlar, makro degani katta degani, mikro degani kichkina degani. Makro nutrient degani, nutrient bu bizning ichimizdagi minerallar, metallar, tanamizda o'sha ximichskiy soединениyalarni kletkadan jigarga, jigardan kletkaga, gormonlarimizni paydo bo'lishi va shunga o'xshagan hamma jarayonlarni, ximichskiy jarayonlarni paydo bo'lishida ishlatiladigan asosiy produktlarni nutrient deyiladi. Demak, bizning tanamizda 3 ta asosiy makronutrient bor. Yog', uglevod, belok. Endi mana shu asosiy uglevodlar, ya'ni asosiy makronutrientlar. Mana shu hamma ovqatlarimizda, kecha aytdim sizlarga, любой ovqatda mana shu 3 ta narsa bor. Endi xo'p, kecha men sizlarga ertaga tushuntirib beraman dedim. Osiyo opa yog' haqida so'radinglar. Qaranglar. Mana bu uglevod bilan belok biz ovqat yeganimizda qonga o'tadi. Yog' esa qonga o'tmaydi. Yog' mishsalarga boradi. Mishsalar orqali harakat qiladi. Tushundinglar-a? Bu yerga aralashmayapti. Insulin gormoni esa ertaga insulin gormoni haqida aslida gapiramiz. Hozir ozgina gapiraman. Insulin gormoni mana shuni ichiga tushgan narsaga reaksiya qiladi. Shuning uchun e'tiborli bo'linglar. Uglevod bilan belok sizni semirtirishi mumkin, lekin yog' aslo sizni semirtirmaydi. Siz semirishingizga umuman aloqasi yo'q. Xo'p, endi mana shu joyini artib olsam yaxshi bo'lardi. Mana bu yozuvni. Mana bunisini. Buni ham o'chirgan. Kerak? Yo'q. Qaranglar o'rtoqlar. Xo'p, bizning kletkamiz, jigarimiz va qaranglar, bizning jigarimiz va kletkamiz eng asosiy bizning butun metabolizmimizni boshqaradigan narsa. Ya'ni juda ko'p hodisalar jigardan kletkaga boradi, kletkadan yana jigarga chiqadi, keyin undan ortgani ichakka boradi, ichak orqali tanadan chiqib ketadi. Juda ko'p proseslar mana shunaqa bo'ladi. Va biz mana shuni ortida aylanib yuribmiz. Ya'ni bizni semirib ketishimiz, bizni ozib ketishimiz, bizni anemiya bo'lishimiz, bizni hushdan ketishimiz, bizni holsizligimiz hammasi mana shuni o'rtasida bo'ladigan jarayonlar. Endi biz ovqat yeganimizda jigarga tushadi. Jigarga qana bo'lib tushadi. Biz agar yetarli darajada masalan bir shapaloq go'sht yedik. Bir shapaloq go'sht yedik. Go'sht oshqozonimizga tushdi. Oshqozonimizga tushib, ana shu yerda solenniy kislota degan narsa bor. Bu go'shtni hazm qilib beruvchi, titib beruvchi eng kerakli narsa o'rtoqlar. Mana shu eng kerakli narsa bizning go'shtimizni titdi, keyin u ichaklarga o'tdi, ichak orqali qonga so'rilib, xullas kalom o'zini ishini qilgani ketdi. Mana shu bizning oshqozonimizga tushgan aminokislota, to есть go'shtimiz mayda-mayda aminokislotaga aylanadi. Va mana shu aminokislotalar qon orqali jigarga keladi. Jigarga kelib to'kiladi. Jigar bizni tanamizga qarab turib, mana shu aminokislotalarni распределять qiladi. Masalan, siz birinchi o'rinda nimangizni o'ylaysiz? Badaningizni osilmasligini o'ylaysiz, sochingizni to'kilmasligini o'ylaysiz, teringizga dog' tushmasligini o'ylaysiz. Ya'ni ichingizdagi nima bo'layotganiga aqlingiz yetmaydi, tushunmaysiz, chunki ilmingiz yo'q. Siz ko'proq hozir bosh qotiradigan narsa sizni ko'rinishingiz va chiroyligingiz, to'g'rimi? Boshqa narsani bilmaysiz. Lekin jigar unaqa o'ylamaydi. Jigar sizni immunitetingizni o'ylaydi. Birinchi o'rinda tashqi ko'rinish to'g'ri o'ylamaydi. Jigar sizni immunitetingizni o'ylaydi. Qalqonsimon bezingizni o'ylaydi. Sizga kislorod borishligi uchun, ya'ni siz tanangizdagi mana shu ATF ishlab chiqarish uchun, sizda yashashingiz uchun energiya ishlab chiqarish uchun yoki sizda gormon paydo bo'lishi uchun aminokislotalar kerakmi? Birinchi o'rinda siz yegan narsani o'sha joyga yuboradi. Masalan, siz bitta odam sizga maslahat berdi. Kollagen sotib ol, tering chiroyli bo'ladi. Kollagen sotib ol, sochlaring to'kilishdan to'xtaydi. Sizga kimdir kollagen berdi. Kollagen ichingiz, kollagen nima o'zi? Oqsuluv. Faqat
tayyor aminokislotaga aylangan oqsil. Ya'ni go'sht emasda u, aminokislotaga aylanib bo'lgan gidrolizovanный kollagen. U sizni ichingizga tushgandan keyin tayyor holatda aminokislota holatda jigarga boradi. Endi uni qayerga sarflashni siz hal qilmaysiz. Siz masalan u kollagenni ichishingiz mumkin sochingiz to'kilganidan yoki ichishingiz mumkin tirishlaringiz ketishligidan. Lekin jigar agar bu yog'ingizda problema bo'lmasa, keyingina sizni o'sha joyingizga yuboradi. Birinchi o'rinda jigar sizni suyuklaringizga qaraydi. Suyuklaringiz yemirilayotgan bo'lsa, sizni suyangiz ichiga kalsiy kirishdan to'xtayotgan bo'lsa, siz o'zingiz bilmaysiz hali bu narsani. Mana shunaqa paytda jigar birinchi o'rinda e'tiborni insonni organizmga sizni qutqarishga sarflaydi, sizni chiroyli qilishga emas. Tanamizning vazifasi shu, bizni qutqarishni yaxshi ko'radi u. Masalan, kortizol gormoni ham sizda ko'tarilib turibdi. Siz itak homiladorsiz. Homilador ayolda kortizol gormoni baland bo'ladi. Lekin kortizol gormoni nima qiladi? O'sha homilador ayolni kimdir siqib qo'ysa, kimdir asabiga tegsa, kimdir olishsa, hali ayol dvajdi kortizoli ko'tariladi. Va ana shu ko'tarilganda kortizolga zadacha beriladi. Kimni qutqarasan? Onanimi, bolanimi? Kortizol onani qutqaradi va bola tushib qoladi. Bilsanglar agar bolasi kichkina bo'lib qolsa, bir narsa bo'lsa uyda, bolasi tushib qolibdi deyiladi. Nimaga? Uyda janjal bo'lgan ekan. Nimaga? Tushib qoldi. Kortizol ko'tarilib ketgan 2 barobar. Chunki unda itak baland edi. Kortizol hech qachon bolani saqlab qolay, o'zi nima bo'lsa bo'laversin demaydi. Kortizol, sizni kortizolingiz birinchi o'rinda sizni o'ylaydi. Va sizni jigaringiz birinchi o'rinda, sizni sog'lig'ingizni o'ylaydi, sizni chiroyliligingiz emas, sizni teringiz emas, sizni sochingiz emas. Va mana shu yerda bizni jigarga nima berishimiz kerak bo'lyapti shu yerda? Oqsil berishimiz kerak bo'lyapti. Sizlarning oqsilinglar necha chiqdi? Masalan, oqsil normada o'rtoqlar, endi o'chirib olsak bo'ladimi? Oqsil normada o'rtoqlar, hammasini o'chirib yuboring. Umuman qog'ozda. Oqsil, sizlar topshirgan bugungi oqsil haqida gaplashyapmiz, общий belok haqida gaplashyapmiz. Orada ALT, ALSni ham gapirib ketaveraman. Ikkalasi tursin xayollar. Chunki oqsil ham oqsil bilan ALT, AST bu juda ham bir-biriga bog'liq narsalar. Tushundinglar-a? Oqsil bizning analizimizda eng kamida 75 bo'lishi kerak. Eng kamida 75 bo'lishi kerak. Bundan pastga tushib ketadigan bo'lsa, masalan 72 yoki bo'lmasa bundan ham tushib ketib 64 ga tushadigan bo'lsa, bu oqsil yetishmasligi, osteoporoz boshlanganini bildiradi. Masalan, mana bu 75 da sizni suyagingiz ichida kichkina teshiklar bor bo'lsa, mana bu 72 da teshiklar sekin-sekin kattalashadi. O'rtoqlar mana bunaqa bo'lib 64 da sizda osteoporoz diagnoz qo'yiladi, ya'ni teshiklaringiz kattalashdi degani, ya'ni sizda suyangiz yemirilyapti degani. Porosli shokoladni ko'rganmisizlar? Bunda yeganinglarda qo'lingizda ushlaganingizda porosli shokolad birpasda erib ketadi. Ichida kavoylari bo'ladi, chunki xuddi tasavvur qiling. Plitniy shokolad 75, porosli shokolad 64. Porosli shokolad birpasda erib ketadi qo'lingizda. Nimaga? Chunki ichida havosi ko'p. Xuddi sizda ham umumiy oqsilingiz agar past bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqa bo'lib suyangiz yemirilishni boshlaydi. Va sizni ortiqcha vazningiz mana shu suyani 2 barobar yemirilib tezroq yo'q bo'lib ketishiga sababchi bo'ladi. Tushundinglar-a? Demak, qaranglar, sizlarning tanalaringda deylik, oqsillaring 64 chiqdi. O'zi idealda 75, yo'q, eng kamida 75, idealda o'rtoqlar 80. Va sizni jigaringiz, sizni immunitetingizni, chunki immunitet immunoglobulin bu oqsil. Sizni prolaktin bu oqsil. Insuliningizni, insulin bo'lmasa tanangizda, siz birinchi tip saharniy diabet bo'lasiz. Siz autoimmun kasallik sohibi bo'lasiz, sizga umuman lecheniya yo'q. Siz doimiy insulin qilib yurishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni insulin ham oqsilli gormon hisoblanadi. To'g'ri. Insulin uglevodga uyg'onyapti. Uglevodni olib kirib ketish uchun ishlayapti. No, o'zi oqsilli gormon. Ya'ni insulin yaxshi ishlashligi uchun, yaxshi sintezlanishi uchun, oshqozon ostini beta kletkalari insulinni yaxshi chiqarib berishi uchun sizga oqsil kerak bo'lyapti. Stressga tushganingizda tanangizni ushlab turishligi uchun kortizol kerak bo'lyapti. Kortizol ham oqsillik. Sizga baxt, xursandchilik olib keladigan dopamin, endorfin gormonlar ham oqsillik. TTG gormoningiz oqsillik, shitavitkangizga oqsil kerak, tanangiz stroykasiga oqsil kerak. Ya'ni sizni tanangizda bo'ladigan любой narsalarga 70% oqsil kerak.
Analiz topshirgansizlar albuminga, analiz topshirgansizlar GGTga, analiz topshirgansizlar glikeridli gemoglobinlarga, analiz topshirgansizlar lipidlarga. U triglitseridlar bo'lishi mumkin, LPNP, LPVP, ya'ni yomon xolesterin, yaxshi xolesterin deb eshitgansiz. Bular hammasi o'rtoqlar sizlarda uglevodli obmenlaringni, sizlarni oqsilli obmenlaringni, sizlarda jirovoy obmenlaringni, ya'ni tanalaringda gormonlar sintezlanishi uchun kerak bo'ladigan hamma narsani marhamat qilib mana shu oqsil bajaradi o'rtoqlar. Endi sizlarda analizlaringda oqsil necha chiqdi? Deylik 64 chiqdi. Hammanglar o'zlaringning oqsillaringga analizga qaranglar. 64 chiqdi. Endi jigaringlar bechara nima qilsin? Jigar nima qilsin? Qayerga yetkazsin buni? Suyagingizga yetkazsinmi, sochingizga yetkazsinmi, tanangizga yetkazsinmi, mishsingizga yetkazsinmi? Mishsingizga yetkazsa agar, yeta olsa oqsilingiz, sizda metabolizm zo'r ishlaydi. Chunki ketdi, transport aylanyapti. Men sizlarga aytdim, ALT, AST ham ferment, lekin bu oqsilli ferment. Hatto ALT, AST ni faoliyatida ham, albuminni faoliyatida ham, GGT ni faoliyatida ham, bular hammasi GGT sizni mana shu jigaringizga to'plangan aminokislotalarni olib boruvchi, o'zini vazifalarini bajaruvchi narsa hisoblanadi. Hamma proseslar, gormonlarni ishlab chiqarish, bular hammasiga oqsil kerak. Endi, xo'p, Osiyo opa bizga yechim bering. Xo'p, meni oqsilim 64 ekan. Nima qilay? Deydiganlarga meni birinchi o'rinda gapim bor. Mana shu shuni tozalab oling. Oqsilni ko'tarish uchun nima qilish kerak? Tak. Birinchisi hisoblash. Hisoblash deganda o'rtoqlar nimani tushunasiz? Oqsilni hisoblaysizlar. Qanaqa hisoblash haqida hozir bittadan to'xtalaman. Prosta yozib qo'yaman. Hisoblash. Ikkinchisi stress. Uchinchisi, hozir men sizlarga yuqorida aytdim, solyana kislota oqsil yaxshi ishlashi uchun birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Ya'ni oshqozondagi solyana kislota. Tak. To'rtinchisi beshinchisi hozir tushuntirganim. Yechimlarni aytyapman. Oltinchisi bu уже kapelnitsa. Demak, o'rtoqlar, hisoblash deganda men nima nazarda tutyapman? Demak, oqsillaringni joyiga qo'yishni xohlasanglar, mana shu 6 ta narsaga yaxshilab e'tiborni qaratamiz. Demak, birinchi o'rinda hisoblash. Hisoblash deganda men nima nazarda tutyapman? Tushunarli. Hisoblash deganda men nima nazarda tutyapman? Masalan, deylik, siz 80 kilosiz. 80 kilo insonni har bitta kilosiga 1,5 grammdan oqsil kerak. 80 ni 1,5 ga ko'paytirib beringlar. To'xtanglar. 1,5 grammni 80 taga 120. 120? Kalkulyatorda ko'paytirib beringlar o'rtoqlar. 80 ni 1,5 ga. Ha, 80 ni 1,5 ga. 120. Qaranglar. 80 kilosizlar, kilolaringni 1,5 ga ko'paytirasizlar va 120 chiqyapti. Har kuni sizlarda yeydigan oqsillar 120 gram bo'lishi kerak. 120 gram oqsil bo'lishi kerak. Tushundinglar-a? Agar bu profilaktika uchun, ya'ni sizda 75 ni ushlab turish uchun gapiryapman hozir buni. Agar sizda hozir 70 yoki 64 ga tushib ketgan bo'lsa, siz buni 2 gramga ko'paytirishingiz kerak. 2 gramga ko'paytirganingizda, ya'ni 80 ni 2 ga ko'paytirganingizda nima bo'lyapti? Avtomatik 160 bo'lyapti. Ya'ni siz o'zingizdagi mana shu jigaringizga yengillik berib, jigaringiz oqsillarni hamma joyga yetkazib cho'tki bo'lishingiz uchun siz 80 kiloli inson 120 gram oqsil yeyishingiz kerak har kuni. Agar sizda defitsit bo'lsa, oqsilingiz tushib ketgan bo'lsa, o'sha
siz 160 gram oqsil yeyishingiz kerak. Endi yana bitta narsa bor bu yerda. 160 gram oqsil, bu 160 gram go'sht degani emas o'rtoqlar. 160 gram go'shtni siz 160 ni 4 ga ko'paytiring. 160 ni 4 ga ko'paytirganda 400, 500, 600, 680 bo'lyaptimi? 640 mi, 680 bo'lyapti. 160 gram oqsil olish uchun siz 680 gram yoki 640 gram go'sht yeyishingiz kerak. Chunki biz yeyotgan go'shtni 25% oqsil bo'ladi. Tushunarli bo'lyaptimi? Tvoroglarda ham shunaqa hisoblaysizlar. Masalan, tvorogda 200 gram tvorogda qancha bor? Ikkita tuxumda necha gram oqsil bor? Mana shunaqa qilib internetga yozasizlar. Necha gram, qancha gram borligini yozib turib, to'plab turib, masalan, ikkita tuxumda deylik 20 gram oqsil bor. 100 gram fileda deylik 30 gram oqsil bor. Bitta shapaloq go'shtimda deylik 60 gram bor. Mana shunaqa qilib kunlik ratsioningizdan terib to'g'irlaysiz va mana shu defitsitingizni yopish uchun 160 gramda har kuni yeyishingiz kerak oqsilni. Agar buni yetkiza olmasangiz 160 ga, 120 ga yetkizdingiz, qolgan 40 grammini siz kollagenda yoki boshqa narsada o'sha oqsilli preparatlarda, aminokislotlarda yetkazib berishingiz kerak. Bu birinchi sizga yechim. Eng glavniy yechim shunga e'tibor qilasiz. Birinchi o'rinda sizda agar hozir oqsil chiqmagan bo'lsa, birinchi o'rinda mana shunga e'tibor qilasizda, marhamat qilib to'ldirib qo'yasiz. Agar sizda 75 dan baland chiqqan bo'lsa, 75 dan atrofida chiqqan bo'lsa, mana bu usulda, ya'ni har bitta kiloingizni 1,5 ga ko'paytirasiz. Chunki 1,5 gram har bitta kiloga sizga metabolizmingiz ishlash uchun, tanangizda hamma prosess bo'lishi uchun oqsil kerak. Tushunarligi? Defitsitda bo'lsangiz 2 gramga ko'paytirasiz. Bo'ldi. Buni tushuntirdim. Endi ikkinchi masala bu stress. Stressda nima bo'ladi dedim? Kortizol gormoni ko'tarilib ketadi dedim. Kortizol gormoni ko'tarilib ketganda o'rtoqlar, mana bu uchinchi avtomatik narsa bloklanadi. Kortizoli baland insonda solyanoy kislota bloklanadi. Solyanoy kislota sizni oshqozoningizda yaxshi ishlamas ekan, o'rtoqlar, ishoning, sizni oqsilingiz hazm bo'lmaydi. Ya'ni ikkinchi yetishingiz kerak bo'lgan narsa stressni yo'qotishingiz kerak. Men nima deyapman sizlarga? Ming kerakli ovqatni yeganingiz bilan, haligida ham aytdim. Vaqtda uxlaganingiz bilan stress qiladigan bo'lsangiz, stress nima qilar ekan? Mana bu oqsilni sizni jigaringizga berib, "Men olsam ishlat" demas ekanda, resurslarni o'zi o'g'irlar ekan, sarflab orar ekan, tanadan chiqarib orar ekan. Kortizol gormoni sizni tanangizga suv yig'ib, sizdagi mishsani, mana teringiz ichidagi mishsani, sizga kerakli bo'ladigan asosiy oqsilni tanadan chiqarib yuboradi. Tushundingizmi? O'shaning uchun stressi bor insonlarda qorin katta bo'ladi. Tez suv yig'adi, yog' yig'adi. Demak, birinchi masalani yechdik o'rtoqlar, nima qildik? Hisobladik. Ikkinchi masala stressni hisobladik. Stressni oldini oldik, чтобы uchinchi masala yaxshi bo'lishligi uchun. Endi uchinchiga qaytadigan bo'lsak, o'rtoqlar, endi buni alohida o'zini gapiraman. Xo'p, uchinchiga yetishimiz uchun ikkita maslahatim bor. Ovqatdan oldin, agar sizni oshqozoningizda gastrit yazvalaringiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, ovqatdan oldin stakanga yarimta limonni siqasiz. Shunda ichasiz, ichishingiz bilan ovqat yeyishni boshlaysiz. Go'sht yeyishingizdan oldin обязательно har ovqatingizda go'sht yeyishingizdan oldin limonli suv ichasiz. Yoki limonni steyk yeyotgan bo'lsangiz, steykingizga sepib yuborasiz. Undan ko'ra eng yaxshisi suvni ichib yuborish. Ichdingiz, solyanoy kislota ajralishni boshladi. Va plus betain degan vitamin bor o'rtoqlar. Bu solyanoy kislotani joyiga qo'yadi. Обязательно betain olib ichasizlar. Betain, shaxsan o'zim ham chiqaraman, agar xohlasanglar, do'konimda bor. Betaindan olasizlar. Ha, yana bitta muhim narsa. Oshqozonimda o'zi problema bormi, yo'qmi Osiyopa? Men qayerdan bilaman deydigan bo'lsanglar, hozir hammanglar yozib olinglar. Qanaqa qilib tekshirasizlar? Ertaga ertalab turasizlar och qoringa. Bitta stakan, bitta emas, yarim stakan suvga silla bitta choy qoshiq chayli suvdan soling. Aralashtiring, bitta ko'tarib iching. Sekundomerda qo'yib qo'ying. 3 minut ichida kekiriq kelsa, sizda solyanoy kislotada muammo yo'q. Betain ham ichmaysiz, ovqatingizdan oldin limon ham ichish shart emas. Atak ichsangiz foydali. Lekin problema demak bu yerda emas demoqchiman. Agar 3 minut ichida kekiriq kelmasa, 3 minutdan ozgina o'tsa ham biling, sizda solyanoy kislotangizda problema bor. Siz mana shu ishni qilishingiz kerak. Ya'ni gastrit yazvangiz yo'q bo'lsa, ovqatdan oldin limon ichishingiz kerak. Agar gastrit yazvangiz bor bo'lsa, betaindan olasiz. Betainni 500-600 mikrogram ovqatdan oldin ichib olasiz. Bu sizni solyanoy kislotangizni qo'zitadi.
ko'tarib beradi va yegan ovqatingizni mana bu hisoblayapsiz-ku. Oqsiz ko'tarilishi uchun. Mana shuni ko'tarib beradi. Tushunarliga 3-chi tushundim. Ketdik. Lizin. Lizin bu eng muhim aminokislota. Lizin sizlar yeydigan oqsilni, sizlar ichadigan kollagenni va betainlarni hammasini kletkaga olib kirib beradigan eng muhim aminokislota hisoblanadi. Shuning uchun buni hisoblaganingizdan keyin, stressni yo'qotganingizdan keyin va mana buni hal qilganingizdan keyin keyingisi lizin. Обязательно yotishingizdan oldin lizin ham aminokislota hisoblanadi. Oqsilni so'rishga yordam beruvchi aminokislota. Lizinni har kuni kechqurun 1000 mikrogramdan qayerga yoz ekan? 1000 mikrogramdan lizin ichasizlar. Oqsilga qo'shib, ya'ni kollagenga qo'shibmi, oqsilga qo'shibmi, ovqatlinglar bilanmi, kechqurun yotishdan oldin ichasizlar. E'tibor beringlar, masalan, meni o'zim chiqargan vitaminda lizin bittasida 500 lik. O'shandan ikkitadan ichasizlar. Boshqa joydan olsanglar, amerikanskiy olsanglar, farqi yo'q. Xohlagan joylardan qanaqa ichsanglar, 1000 dan har kuni ichasizlar, ya'ni oqsilni vasanavis qilish uchun. 4-ham yechildi, to'g'rimi? Endi kollagenga keldik, o'rtoqlar. Kollagen eng muhimi. Kollagen bu tayyor aminokislota. Masalan, go'sht yeyish uchun oshqozon yaxshi bo'lish kerak. Oshqozonda salbiy kislota yaxshi bo'lgandan keyin bu go'sht sekin-sekin aminokislotaga aylanadi. Aminokislotadan sekin-sekin jigarga boradi. Lekin kollagen gidrolizovanniy hisoblanadi. Bu tayyor aminokislotaga bo'lingan. Bu oshqozoningizga tushgandan keyin aminokislotaga aylanadi, jigaringizga boradi, kerakli joylarga. Yana bir marta aytyapman. Jigar o'zi biladi qayerga yuborishni. Kerakli joylarga, insonning sog'lig'iga sarflanadi birinchi o'rinda, keyin siz chiroyingizga sarflanadi. Tushundinglar-a? Kollagenni mana unga qaraysizlar. Agar sizlarda yeyotgan ovqatingizda 60 gram yetmayotgan bo'lsa yoki 30 gram yetmayotgan yoki 10 gram yetmayotgan, o'zi aslida 30 gram norma hisoblanadi. Profilaktik dozada men hammaga 10 gramdan tavsiya qilaman. Masalan, 120 ichishingiz kerak, 100, 110 ni oddiy ovqatdan oladigan bo'lsangiz, kollagenni qo'shimcha qilib 10 gramdan har kuni iste'mol qilishingiz mumkin. Tushundingizmi? Demak, 30 gram kollagenda yoki o'sha kim chiqarganiga bog'liq. Masalan, meni 20 gramlik kollagenimda 10 gram oqsil bor. Tushundinglar-a? 20 gram kollagenda 10 gram oqsil bor. Ya'ni kollagenni ichi ham hammasi oqsil bo'lmaydi. Yana bir marta aytyapman. 10 gram kollagenda 5 gram oqsil bor. 20 gram kollagenda 10 gram oqsil bor. Uni o'sha olayotgan vitaminlaringni orqasiga yozib qo'ygan bo'ladi. O'shandan bilib olasizlar. Tushunarliga? Hisoblaymiz, stressni yo'qotamiz, kollagenni ichamiz, oshqozonimizni bitta test qilib ko'ramiz. Test qilganimizdan keyin agar 3 minutda kekroq kelsa, bizda salyan kislota zo'r. Limonni o'zi bilan hal qilamiz problemamizni. Agar kekroq kelmasa, demak, oshqozonimizda yazib bo'lsa, betainni qo'shamiz, mana limonni ichishni boshlaymiz. Agar 3 minutda kekroq kelsa, bularni qilmasanglar ham bo'ladi. Lizinni qo'shamiz. Oqsilni nima qilish uchun? Mabodo hammasini qilsalaring ham o'rtoqlar yoki juda ham katta defitsitga 64 ga tushib olgan bo'lsanglar, bir haftada bir marta kapelnitsa olsanglar bo'ladi. Buni statsionar holatda, doktor bilan maslahatlashgan holatda aminokislota olasizlar. Aminokislotali kompot bo'ladi, kokteyl bo'ladi. Har xil aminokislotalar quyilgan. Uni kapelni olasizlar. Mana shunaqa qilib sekin-sekin tepaga chiqib olasizlar. 15 soniya ichida video ostidagi izohda qoldirilgan havola ustiga bosib, yopiq Telegram kanalimga ulanib oling.